Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Beşburcaklı Bina ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin əzaları 27 iyul seyşembe günü Xitay Kompartiyasının yadro qoralları quruluşunun ən yeni tərəqqiyatından endiş qılıdığanlıqlarını bildirib, yeni ilan qılğan dokladında Xitay Kompartiyasının yaxınqı məzgillərdə zor köləmdə ikinci məxfi yadro qoralları ambiri yasavotqanlığını aşkarlagan. New York vaqti gazetinin 27 iyuldagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Qomil rayonidagi 800 kvadrat kilometr doirada oz degandimi 110 joyda yadro qoralari ambiri yasab chiqqan. Bu ambarlarning bir-biri bilan bo'lgan oraliqi 3 kilometr atrofida ekan. Sun'iy amra suratlarda ma'lum bo'lgan bu uchurlar har qaysi olimlarning dalillashidan o'tgandan keyin har qaysi sohaning bu masalaga bo'lgan qiziqishi zo'r darajada oshgan. Wall Street Journal gazetining 27 iyuldagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati bu qatim Qomil rayonida yasab chiqqan yadro qoralari ambirining ko'lam va son jihati Gansu o'lkasidagi Yumin shahrida barpo qilib chiqqan birinchi turkum yadro qoralari ambiriga o'xshab ketar ekan. Yumin tabasidagi yadro qoralari ambirining soni 120 ga yetgan bo'lib, ikki joyning oraliqi 380 kilometr kelgan. Shunga bularni amaliyotda bir zo'r ko'lamlik yadro qoralari ambir rayoni deyishgan bo'ladi. Hozircha bu yadro qoralarining qanchalik o'q besh ep yuralaydiganligi hamda uchish masofasining qanchalik ekanligi noma'lum bo'lsa-mu, buni ko'plagan analizchilar Xitoy hukumatining yadroliq harbiy qorallarni kengaytirish harakati deb qaramoqda. Xitoy hukumati tunji yadro siniqini 1967-yili 16-iyun kuni Sharq Turkistonning Lopnur rayonida qilgan. Oxirgi qitimliq yadro siniqini 1996-yili 29-iyul kuni qilgan. Xitoy hukumati xalqaro yadro sinoqlarini to'xtatish kelishimiga qo'l qo'yguchi bo'lgan oraliqda Sharq Turkistonda jami 45 qitim yadro sinoq qilgan. Amerika parlamentidagi ikki partiya a'zolari 27-iyul seshanba kuni Olimpikni qo'llaydigan Amerikadagi asosliq shirkatlarga besim ishiltib, cho'ng shirkatlardan aktiv harakat qo'llanib, 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik tadqiqot musobaqasini boshqa joyga o'tkazishga yordam berishni talab qilgan. Parlament a'zolari bu shirkatlarni Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasini savdo manfaati uchun tanqid qilishni rad qildi deb ayblab, shirkat savdo vakillarining guvohlik berish uchun bergan bayonlarini nomussiz va qayg'uliq deb tanqid qilgan. Agar Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Uyg'ur va Hong Kong qatorliq kishilik huquq masalasidagi amaliyati va maydonni o'zgartmasa, Beijing qishliq Olimpik tadqiqot musobaqasini qo'llaydigan Amerika shirkatlari Xitoyning kishilik huquq dafsannichiligiga sherik bo'lgan bo'ladi degan. Beijing qishliq Olimpik tadqiqot musobaqasining to'r betiga qaraganda 2022-yildagi musobaqaning asosliq hamkorlashuvchilari Coca-Cola shirkati, Intel shirkati, Procter va Gamble shirkati va Visa shirkati qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Yig'inda davlat majlisi a'zolari ayrim-ayrim so'z qilib, bu shirkatlarning Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi deb ayblagan Xitoy Kompartiyasini qo'llaganligini ayblagan. Bu shirkatlar o'zlarining qo'llashining kelar yillik Beijing Olimpik tadqiqot musobaqasiga ancha cho'ng ta'sir bo'lmaydiganligini aytib, 2022-yillik Beijing Olimpik tadqiqot musobaqasidan chekinish haqida so'ralgan savollarga udul javob berishdan o'zlarini qochirgan. Jeff Merkley Amerika shirkatlarining 2022-yillik Beijing qishliq Olimpik tadqiqot musobaqasi bilan hamkorlashishi xuddi Hitler rahbarligidagi 1936-yildagi Berlin Olimpik tadqiqot musobaqasini qo'llaganlik bo'ladiganligini ta'kidlab, Xitoy hukumati Sharq Turkiston xalqiga va o'z fuqarolariga qarshi dahshatli siyosatlarni yurgizyotdi. Kelgusida vaziyat texmo nacharlashishi mumkin. Navbatdagi ahvol 1936-yildagi Berlinda nachar. Chunki irqiy qirg'inchilik hozirning o'zida berilmoqda degan. Yig'inga qatnashgan shirkatlarning vakillari irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir davlatda o'tkazilmoqchi bo'layotgan Olimpik musobaqasini qo'llamaslik haqidagi fikrlarga nihoyat sus muomalada bo'lmoqda. Ular bu masalaning tadqiqot dunyosini va tadqiqotchilarni qo'llash masalasi ekanligini takrorlash orqali 2022-yillik Beijing Olimpik tadqiqot musobaqasi jarayonida e'lon berib, qo'llashdan voz kechish to'g'risidagi savollardan izchil o'zlarini qochirgan. Komitetning muavin raisi Demokratlar partiyasining vakili Jim McCorrin shirkatlarga korona andish sababidan bu o'yinga qarshi turgan ommaning fikriga hurmat qilib, Tokio Olimpik tadqiqot musobaqasi bilan bo'lgan hamkorlikni amaldan qoldirgan Yaponiyaning donglik mashina ishlab chiqaruvchi shirkati Toyota'ni misol qilgan. O shirkatlar xolisa Toyota shirkati qilgandek 2022-yillik Beijing Olimpik tadqiqot musobaqasi bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishning tamoman mumkinligini ta'kidlab o'tib, Beijing tadqiqot musobaqasining sodi degan sodi deb Beijingdagi hukumatning Uyg'urlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik ko'z yumishqa bo'lmaydiganligini va Olimpik musobaqasining cho'qim boshqa bir o'ringa yo'tkash chaqiriqini takrorlagan. Kuzatuvchilar bu Uyg'urlar yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni har xil yo'llar bilan to'xtatish har qaysi partiyalar birlikda harakat qiladigan o'rtaq masalaga aylanganligining ifodasi deb qaragan. Amerika Van palatasining raisi Nancy Pelosi bu yilning 5-ida bu musobaqani diplomatik boykot qilish tashabbusini o'tirib qo'ygan.
Xenan өлkəsinin Jingzhou şəhərində qattiq yağmur və kəlkün afəti yuz bergandan keyin nurg'un harbiy mashina va askarlar o'lim tonel deb atalgan Beijing Guangzhou liniyasini to'sib olgan. Shuning bilan bir vaqtda amaldorlar bu tonelda faqat 4 kishining qazo qilganligini e'lon qilgan. Bir turkum muxbirlar Jingzhoudagi ofat yuz bergan rayonni ziyorat qilish, xabar berishga borganida bir to'p noma'lum kishilar tarafidan qo'rshovga ilinib axborot xizmatlariga daxldorlik qilgan. Xitoy hukumatining bu harakati kishilarning texmi gumonini oshirgan. Xitoy hukumat taraf e'lon qilgan uchurga qaraganda Beijing Guangzhou janub-shimol liniyasidagi kalkun bilan qoplangan toneldan 200 dan ortiq mashina so'rab chiqarilgan bo'lib, faqat 4 odam qazo qildi deb e'lon qilingan. İctimai taratqular tarqatilgan bir qism naq maydon ko'rinishlarda ko'rsatilishicha, toneldan necha yuz mashina va avtobus tortib chiqarilgan bo'lib, ondan keyin poyezd vagonlariga o'xshaydigan qora raqt bilan qoplangan kengaytirilgan mashinalar qator tizilib toneldan yiroqlab ketgan. Bu mashinalar guvohchilar tomonidan jasad to'shiq ishlatilgan deb gumon qilingan. Twitterda tonelni tozalash qatnashgan noma'lum kishining so'ziga qaraganda, bu tonelda qazo qilganlarning sonining sirtkilar paraz qilgandan ko'p ekanligi, yolg'iz o'zini necha 10 jasadni bir taraf qilganligini bildirgan. Germaniya ovozi, Angliya radio shirkati BBC, Amerika simli xabar tori CNN, Avstraliya radio shirkati ABC qatorliq chet el axborot muxbirlari naq maydonga berib, Jingzhoudagi ofat ahvolini egallamoqchi bo'lgan. Ularni Jingzhou ko'chalarida noma'lum kishilar qorishib olgan. Bu harakat kishilarni texmi gumonlantirgan. Xitoy Kompartiyasi zodi nimani yushirmoqchi? Markaziy axborot agentligining xabari qaraganda, bir qism ziyonkashlik uchirg'uvchilar suv omirining to'smini qo'yib berish sababidan Jingzhoudagi kalkun ofatini og'irlashtirib etgan deb ayblagan. Yana ba'zi bir to'rdoshlarning aytishicha, Changjuang suv ombiri qo'yib berilganda ommaga hech qanday ogohlantirish berilmagan. Munosabatli suv ombiriga mas'ul kishi kalkunni qo'yib berish qarorini yuqoridagilarning tasdiqlaganligini, o'zlarining xato buyruqni ijro qilganligini, hech qanday o'zgartirish olib berishga jur'at qilmaganligini bildirgan. Xitoyda turishliq chet el muxbirlar jamiyati 27-iyul seshanba kuni bayonot e'lon qilib, Xenan kalkun ofatini xabar qilgan chet ellik jurnalistlarning Xitoy tarafidan parokandachilikka uchrashiga qattiq yo'l bildiganligini bildirib, Xitoy hukumatini chet ellik muxbirlarning cheklimsiz xabar qilishiga yo'l qo'yish va'dasini o'rindashga, shundaqla Xitoydagi chet el muxbirlarining bexatarligini qo'g'dash mas'uliyatini ustiga olishni chaqirgan. Chegarasiz muxbirlar jamiyati chet el muxbirlarining Xitoydagi ziyoratini qabul qilganda uchirgan parokandachilik va tahdidlarga hayron qolgan va ayblagan. Yaqindan beri oshqozon kasalining qo'zg'alish nisbati barg'ansiri oshib ketyotdi. Turmushimizdagi bir qism sog'lom bo'lmagan yemakliklar oshqozon kasalini keltirib chiqarayotgan asosli sabab bo'lib qoldi. Undaqda ochiq yemakliklardan mubakrak oshqozonni zaxmlantiradigan qanday yemakliklar bor? Birinchi, tuzlangan yemakliklar. Bu yemakliklar doktorning nazarida oshqozonni zaxmlantiradigan yemakliklarning eng oldida turadi. Chunki bu xil yemakliklar ikkinchi qatim pishiqlangan yemaklik bo'lib, saqlash vaqti bir qadar uzun. Yemeklikdagi ozuqlik moddalar asosiy jihatdan parlanib ketgan. Tarkibidagi tuz moddasi nitrit kislotasiga aylanib, osonla oshqozon uchayga yoqmay, oshqozon shilliq pardasini g'idiqlab qolmasdan, yana oshqozon kasalligi, hatto oshqozon rakini paydo qiladi. Ikkinchi, oq aroq. Besinbek ishib ketganda aroq ichish nurg'un kishilarning ish-pishqini chiqarish usuliga aylanib qoldi. Doktor ko'pchilikning aroq ichish usuli orqali o'zini erkin qo'yib o'tishni tavsiya qilmaydi. Chunki aroq tarkibidagi spirt miqdori bir qadar ko'p bo'lib, uzoq muddat aroq ichganda oshqozon shilliq pardasiga osonli qon to'lish, suluq ishiq, hatto shalvarash qatorliq alomatlar ko'rilib, oshqozon kislotasining haddidan ziyoda ajrilib chiqishini keltirib chiqarib, oshqozon shilliq pardasiga ziyon yetkazadi. Uchinchi, ochiq yemakliklar. Ochiq yemakliklar garchi oshqozonga ziyonli bo'lsa-mu, lekin iste'mol qilish usuli to'g'ri bo'lsa-la, oshqozonga og'ir ziyon yetkazmaydi. Bir qism kishilarga nisbatan aytganda, tamoqqa oz miqdorda mush qo'shilsa, ishtihos tutilish, hazm qilish nacharlashish masalasini nihoyat yaxshi hal qilgan bo'ladi. Mush tarkibidagi mush moddasi oshqozon huchayning lo'mildishini yaxshilab, yig'ilib qolgan yemeklarning hazm bo'lishiga foydali. Ochiq yegan vaqtda qabul qilingan miqdori bek ko'p bo'lib ketsa, oshqozon shilliq pardasini ziyonga uchiradi. Bu oshqozon huchayning sog'lomligiga foydasiz. Doktorning eskartishicha, oshqozon huchayni asrashda yemak-ichmakdan boshqa ichidan tangshash, o'xshashlar nihoyat muhim bo'lib, ko'pchilikning oshqozonni asrash uchun yaxshi ruhiy holatni saqlashini tavsiya qiladi. Bundaq aktiv ruhiy holat oshqozon huchayni asrashni tezlatib, badanning ichki ajratma sistemasini tangshab, oshqozon huchayning harakatlantirish kuchini kuchaytiradi. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.